Assalomu alaykum hammaga. Vaqtida $60,000 sotilgan mashina. Hozir bitta akamiz olganlar. Uni haydamaganlar ham 6900 probeg. O'sha mashinani xullas teng yarimi. Prям teng yarimi gaplashdi hozir. O'shanga videoga olishga qaror qildim. Bagajlari elektrondan ochilib yopiladi. 605 km zapas xod, qisqa obzor qilib ketaman. Adaptivniy pnevma podveska bo'ladi, ya'ni oddiy pnevma emas, boshqacharoq bo'ladi. Michelin balon diskida 19 razmer, orqa baloni qayladi buni chapga o'ngga bu. Вообще zo'r qilgan. Manuallarda kamerasi bor. Eshiklar elektrondan ochilib yopiladi. Oldiga keladigan bo'lsak, Michelin balon, Brembo 4 ta porshili tormozov sistema, amortizatorlarni qo'shishingiz mumkin. Tomida ikkitalab lidari bor. Xo'p, qarang. Faqat oldini o'zida elektrondan ochilib yopiladi. Orqada davodchik bo'ladi. Ko'rasizmi? Davodchik. Xo'p, endi orqada abagrif bor, tomlari alkantara hamda gazoviy panorama, ya'ni rangi o'zgaradi. Undan tashqari oldini ham bitta ko'rasiz. Mana tushib chiqadi. Mana anaqa konditsionerga javob beradi. Mana yo'larni qarang. Nimadirlar yo'q, pultlarga o'xshatib qo'yganmi? Mana yo'da ochib yopadigan knopkasi. Pultda ham mana bunaqa allambalo qilingan. Xo'p, Abduf abagrif massaji bor. 578 ta ot kuchi, 3.6 sekund 0 dan 100 gacha chiqadi. Ko'chalarning holati yaxshi ekan. Lekin bitta qiyinchilikka qilib olasiz, matoviy bo'lib, cho'tki bo'lib turadi. Ichlari zo'r, bagajlari korobkada ochilib yopiladi. Xo'p, mashina olsangiz bo'ladi 29900 ga gaplashdim. Shuning uchun YouTube'ga qo'ya olmayman gap ochig'i. Bo'lmasa qimmatroq bo'lganini qo'ymasdim. Oldida ham mana bunaqa quyonchoqlar sakrab yuradi. Har xil. Mashina absolutni cho'tki, kraskasi top-toza. Mashinani ko'chada hamma qarab o'tib ketyapti. Chunki juda ham chiroyli mashina. Kerak bo'lsa, nomer yozib qo'yaman. 29900 ga baraka qilib olsangiz bo'ladi. Cho'tki mashina 3.6 sekund, 600 km zapas xod, 578 ta ot kuchi. Mashina yo'l narsani o'zi yo'q, kolonkalari ham mana sideniyani ikkita chetida ham kolonkalari bor, ko'rasiz. Abduf abagrif massaj, xullas mashina full mazza qilib olish kerak, haydash kerak. Agar siz olsangiz, misol, uncha joyda ko'rmaysiz, orqadan ham вообще chiroyli ko'rinish. Aloqaga chiqaring.